Omonlar mana shunday chiqsangiz mashina turibdi. Bir ko'rib qo'ysalang ham bo'ladi. So'z isboti bilan. Birinchi Qahramonjon akamiz ekan mana. Muzaffar akamiz ekan mana. Muslimbek, qani Muslimbek? Abdullatif mana. Qoyil. Abdullatifning o'rtog'i mana Umarbek ekan. Anvarjon akamiz, qadrdonimiz chet ekanlar mana. Abdulaziz bir kishi, xudo xolasa mana. Abdulaziz kim? Abdurahmon bu senga ekan. Ayibxon deganlari mana. Og'a deganlari ekan. Bahromjon aka, ustoz mana. Mana bu o'zlariga ekan mana. Hasanboy mana sizniki ekan bu. Muhsinjon aka. Yo, Omonulloh mana shu yerda ekan mana. Omonullohga berib ketayim. Ancha og'irroq ekan ama. Abdumtal akamizniki ham og'irroq shekilli mana. Islomxondiki ekan mana. Islomxon, Jalolxon degandiki ekan mana. Jalolxon. Ismini aytgan xodimlarimiz chiqishaveradilar a. Mana shu yerga konditsioner yozilgan. Mana shu yerdan bitta konditsioner sizga akajon mana. Oybek og'amiz mana akajon. Bu ham sizga bitta konditsioner mana. Shu yerga konditsioner yozilgan. Islomxondan rosa yashirishga harakat qilib, abi ko'rib qoluvdi endi beryapmiz endi mana. Muzaffar akamiz sezonda rosa qahramonlik ko'rsatdilar, xudo xolasa rahmat. Qo'limizdan kelgancha taqdirlashga harakat qilyapmiz. Abdulaziz akamiz endi intizomi bilan, haqiqiy bir odobi bilan yaxshi hamma tan oladigan darajada yaxshi harakat qilyaptilar. Rahmat mana sizga. Ustoz, charchamay mana. Endi sovrinimiz Umra safari ekan. Ana, mashallah. Shu Boyqo'ziyev Muhsin akam ekanlar. Sizga ekan aka. Hammasi oilaviy ekan, hamma sizga ekan. Ana. Buyursa. Sovg'alarimiz hali davom etyapti ekan. Yanapta bor ekan. Dadamlar bersa nima deysizlar mana? Hop, navbatdagi sovg'amiz endi Omonulloh degan birodarimizga ekan, o'g'limizga ekan. Qutlug' bo'lsin. Endi bu mana shunaqa bir yildan keyin hammaga bittadan bo'lsin, Xudoga faqat. Nima berilyapti desalar, Spark berilyapti mana Omonulloh. Qanday oldi mashinani desak, eng intizomli, eng odobli xodimlarimizdan, hamma masalan ibrat olsa bo'ladigan darajadagi eng yaxshi xodimlarimizdan bo'lganligi uchun biz avtomobilni shunday hadya qildik. Omonlar mana shunday chiqsangiz mashinangiz turibdi. Bir ko'rib qo'ysalang ham bo'ladi. So'z isboti bilan. O'zimizga haydaydigandan ham ziyodasini oldik. Kimga desalang, u nomeriga yozib qo'ygan Omonulloh akamizga mana kaliti. Akajon, aylayapsan. Bosing gazini. Haqiqiy mehnatingizni qadrlaymiz. Samimiy harakat qildingiz aka. Rahmat.